Dostlar sizlerge bunu efendim ko'rsatmasam bo'lmaydi. Sazallar, kan. 2,5 kilo, 3 kilo, 4 kilodan chiqadi mana valla. Voy. Mana san ko'rgin. Bugun haftaning bozor kuni kelaverasizlar, baxtxo'rlik qilamiz xudo xolasa. Ne deysizlar? Ajoyib deb. Lekin mayladan bo'lsa kichikroq bo'lganda. Balıkta qiziqadiganlar bormi? Kelaverasizlar. Ep qiling, ep qiling. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Sog'-salomat yuribsizlar. Bugun haftaning bozor kuni. Xudo xolasa, bugun musofirdagi yigitlar dam oladi mana. Baliq xorliq qilib. Rahmon aka hormon. Oy, dahshat ekan bu. Hadi to'k tashyapman, to'k tashan qara. Klinka qilaman deydi. Zayloq to'k nechasi yetmaydi. Toza buni. To'g'rilishini qaranglar. Voy, jani bor. Bay. Balıqqa qiziqadiganlar bormi? Mana. Kamerada kichkina ko'rinadi. Yadur bormi? 4 kilolik bor. 25 kilo baliq ekan bu. 350 so'mdan oldim dedi. 350 so'mdan qimmatmi, arzonmi do'stlar? Fikrlarni yozaverasizlar. Mana. 450 500 dan o'ta to'g'ri. Şurada arzon yerini topdi Umid. Baliq kerak bo'lsa Umidga murojaat etaverasizlar. Aparib beraveradi. Mana mashina. Kuzatib boraverasizlar. Ana baliqlar. Sizlarga shuni ko'rsatmasam bo'lmaydi axir. Ana sen yomon kallan ishlatding, tozalanganini olding. O'zi shunday bo'ladi, o qarib ekan. Tengachasi yo'q. Yog'am shunday ekan, shunday ekan bu. 4 shunday ekan. Shunda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baliq ekan, 25 kilo. Mayladim. Ko'proq yuborsang mayib tashida do'ldan chiqaradi u. Chalaraqadan bo'lsang. Chunki to'ymay yeb qo'yrasan buni. Sho'rvasidan zo'r bo'ladi. Voy! Keling. Suhbat qilamiz. Gurung qilamiz, gurung. Canlısan? Yo'q, so'g'inman. Necha so'mdan olding qana baliqni? 330. 330 so'm? Hava. Necha kilo olding? 25 200? 330. Arzon yerini topsan-ku. Bizde 450 500 inçeden alatamadık. 580 bu kötü tamamıydı. O'zim ham hayron qoldim. Birda 380 shuni yetib oladi. Modun 4 klası, 4 kladan o'tgani. 8 so'mdan da edi Rovshada. O'rda Rovshada. necha kunlar nesi bor o'zi, hovuzi. Yo. Mana o'zi taxtadan zaytib qo'yibdi. Cho'lpon tig'atdan apiraveradi, u muson, iri muson, mayda deb o'tirmaydi u. Mayda ber desam, maydasin beradi o'zi. Qayta maydasi yaxshi, molar jirniy bo'lib ketadi-da, вообще mayli bo'lib. Nomer qoldiramizmi? Kerak bo'lsa olib beraverasizmi? Farqi. Ayt nomeringni. Nomeringni ayt. 994 Aha. 405 3187. Telefon qilaverasiz, Telegram, WhatsApp bor. Olib beradi, taksi pulini berasizlar-da. Mana. Молодец. Yo'qdan telefon o'tirmasa, yo'q. Olaversa uni qanday? Gaplashib, kelishib yuboraverasizlar. Havo qarab etdi. Bu yoqda arzon. Ko'rdim. Bayog'imi? Ya biz ham o'shaqalar. U vahshiy dahshi ovqatlar bor. Bu bilan borib o'shimiz edi. Olam kelganing yaxshi bo'lsin, bak xabaramiz. Dokumentingni olaver. Ko'nossin. Rahmat aka bir ko'tarib ko'rsatib bering. Eng uqonni o'sha o'tirsizmi deyman. Bu yoqqa qaratib o'sha bering, bu yoqqa qaravering qarab. Qisintirsizda, ha? Buni ne ko'radi buni? Baliqchi. Dim baliqqa qiziqarkan. Baliq temasida chiqarsam, Muzaffar akang bormi? Fermer. Der kommentariy yozadi. Qazan tayin xudo xolasa. Do'stlar mana pishirib boshladi baliqdan xudo xolasa. Nasib etsa, mana bu ekan power. Bosh power bu. Qanday u ekan. Kim tanisa
Kommentariyga yozib ketinglar. Ulug'bek aka endi qancha vaqtlardan beri po'g'irchilik etasiz? Bize ko'p bu yo'q po'g'irchilikqa. 1-2 yildan beri po'g'irchilik etamiz. Qo'ldan keladi ish qilib. Bo'ladi. Bekbaydadan po'g'irchilik etasiz? Bo'ladi. Bo'ladi. Bekbayda po'g'irchilik etgan vaqtlarni biladi odamlar, obunachilar. Kommentariyga yozinglar, Ulug'bek aka. Po'g'irchiliklarni. Ayni. Mana obunachilar baliq pishirish jarayoni bu bilan. Bu yoqda balıqxona açsanız ham bo'lar ekan, ha? Saboy. Ko'rib turibdilar-ku. Voy achish kerak o'zi shunday. Bu Deri yurgash bilan borib kelishasiz. Mana yegishga keldi-ku. Bu grilkani ana ne var edi-ku? Ular nishit netadi. Bulardaki dum uflab qaynab turadi, moylari, Napor mana yana o. napor bilan. Bu zavskoy grilka mı olar? Shunda uzatilgan ular. Bo'ladi. Obunachilar, kuzatib boraverasizlar. Mana musofir yigitlar bugun dam olish. Mana shunday gap so'zlar. Chesh. Kino o'rna, voy. Ishtaqab ketdi demasin yana. Chet. Ko'ring. Nima kino o'rgan ekan desa. Quyosh chiqadi deb qisirib o'tdi bu. Kelaversin endi. Aslan dasturxon to'shursinlar dasturxonlarni. Kalanım ben Içinde bir ekol var ekan. Aka kaçma. Kızım belki bana geldi. Yan bana alalım. Ha. Sünnet nasıl? Sünnet şahit kılış gerek. No. Nima bo'lyapti? Anladan sünnet. Aa. Var mı ağırlık biri? Yeli yürüyüp ketese yeli vay bu. Masaj ediyor. Burun bağlar ham shundaydi. Hiç vaqt uyalmanglar. Muzikani o'chirib turishga yuradi. Odamlar bilasizmi? YouTube'ga har turli ishlar etib chiqib yotdi. Ha, biz ham ne? Halol minat etibmiz, dam olayotimiz. To'g'ri emasmi? To'g'rimi? Bizlar dalim deysizmi? Bize dar mı videolar? Bize de olur. Oynasın.
Kırsakan yaman yollatdı bu. Kırsakan kelgende mine balıklar pişip. Birinchi kuni Ha. Kırsakan bu zvezda o. Karnında karnında karnında. Bıçağı kılın bacak. Ha, zakaz et koydunlar mı? Azam. Ya puzzle joraga aparıp bergen bıçaktan ekan mı? Doğru bıçak bu kana. Ana koltuğa toyran var mı ha ya? Bana da balıklardı basa uğrasın hani. Ana dostlar. Musafirdagi yigitlar bular xudo xolasa. Bugun dam olish. Yamari bolalar bilan kayfiyat yeb o'tiribdi. Harmanlar yaqinlashdaqa. Ana toza kelgan bog'larning bir kameradan qo'rqadi-da bular yerga qarab o'tirib, uyalib o'tiradi, qisnadilar. Qana yelik, ekmadi mi balıqda? Şehte aynakta oturatuyan şikerak o ha? Yaman ertançma. Hani kağalardan çakırınlar ya. Yok öyle bir yer bakalım. Eski dost yanımda bulsan eslatar yaşlılarım oynab o'tgan ko'chalar ham Kaça oraya kan bu? Yoladı kan bu, yoladı kan. Nan neçe so'm bu qara? Bana bahasını aytib o'tik. Javlan jan nan neçe so'm? 50 rubuga chiqdimi? 40 edi, bultiram 50 mi diye? So'ng 40 ga, 50 ga. Dostlar 50 rubl ekan. Nan yo'qsa, tandır quramizmi ya? O'zimizga yetadi o'zi. Bir tandır yo'qsa. Namchilar yo'qmi? Ahmad Savatonidan. Situasyon. Ben aynaktan başlap yatırmam bu. Qatnab turibdi, berini bir pishirib yeyish kerak-da uni. Ha? Ağaç qatnab tursan, sizlar mindetinglar endi. Bir pishirib, bir beringlar. Hozir bular 50 kilolab yuradi ular. Singrib. eski do'stlar Durbek, bir qara söyle. yemedim. Oldu ey vay. Ya bu ısı. Ya böyle tutmaz ki. Basıyorum. Nurbek indi başlasan mı? Alın, tart. Basın. Sen de kan. Koyunla mahır. Oldu, onda şu bilen bizlerin videonu yakladınız. Abone olsalar, sağ olasınlar, selamet olasınlar.